Semizlik nima? Yana o'sha semizlikka qaytamiz. Semizlik kasalligi bu organizmda yog' to'qimasining ortiqcha to'planishi bilan kechadigan surunkali modda almashinuv kasalligi bo'lib, buning natijasida yurak qon tomir kasalliklari, qandli diabet, oshqozon, ichak, jigar kasalliklari, turli xil gormonal buzilishlar, bo'g'im kasalliklari kelib chiqadi. Semizlikning sabablari: birinchi ovqatlanish omillari, ya'ni ortiqcha kaloriya bilan ovqat yeyish, shirinliklar, oqun, trans yog'lar va kechqurun ko'p ovqat yeb uxlash. Gormonal sabablar: insulin rezistentligining balandligi, qalqonsimon bez faoliyatining pastligi, ya'ni gipotireoz, stress gormoni bo'lmish kortizol gormonining o'ynashi va polikistoz tuxumdon sindromi, harakat kamligi, ya'ni ofis hayoti va kam harakatlilik, ichak mikroflorasining buzilishi, disbakteriozlar, turli xil parazitlar va surunkali qabziyat kasalliklari. Eng oxirgisi esa o'sha irsiy omillar. Lekin ota-onam semiz ekan deb o'zingizga qaramay, baribir o'sha ozish chora-tadbirlarini qo'llamasangiz bo'lmaydi, o'rtoqlar. Naslimizda bo'lsa ham biz ozish, to'g'ri ovqatlanish chora-tadbirlarini o'tkazsak, naslimizda bo'lsa ham semizlikni kamaytiramiz. Semizlikning turlari va ularni davolash uchun keyingi videolarimni marhamat tomosha qiling yoki quyidagi telefonlarga murojaat qilsangiz, Telegram orqali sizga yana to'liqroq ma'lumot beraman. Kuzatishda davom eting.